agar 1 milliondan to'lasanglar elektr issiq suvga, ana o'shanda 8 oyda oqadi. Kamida bir 30-40% rasxodingizni kamaytiradi. 250 kvadrat joyga qanaqa kotol qo'ygan yaxshi? Topli pol bilan 3 ta xommo. Haligi $300 kotollarni olib mazza qila olmaysizlar, yog'i ham bor. 3 yil ichida 65 marta, 70 marta inaligini chaqiribdilar. Servisimi? Servis. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Topli pol o'rnatgan yaxshimi uyga ili batareyami? Eng arzon, eng yengil issiqlik olish topli pol. Oyiga 3 milliondan to'ladim deydi gazga. 10 ta xonaga 1,5 million maksimum qattiq sovuqli, dekabrda qattiqroq sovuqli bo'ldi, o'shani to'ladik. Issiq suv ham ichida? Issiq suv ham, oshxona hammasi, hammasi. Xo'p, Nurullo, hozir mana Abduhalim degan ukamiz keldi. Bu o'sha Moskvada ishlab yurgan ekan, santexnikada teplovoy nasosli qo'ygan ekan. Anchalik qildik, Xudo xolasa zakaz berib ketdi 100 litrli boiler, vaqtlari podacha, обратка и взрывникlarniki, gruppa безопасностьga 25 talik bo'lsa hammasi dedi. Men bilaniki 20 lik bo'lmaydi deyapti. Qaysilarniki? Men boilerlarniki. O'shani anaqaniki ham shunaqa ekan, ishonchimi? Boilerniki o'zi alohida 25 kami bo'lishi kerak ekan-da. 32 undan yuqori bo'lsa yaxshiroq bo'lar. Xo'p, qani? Yerda ketadi zapis. Xo'p. Mahmud aka, ish boshlaganingizga qancha bo'ldi? Qolgan kirmagan olganlar. Xo'p, ish boshlaganimizga mana do'konni ochib yuritishi 2007-yil boshlaganmiz-da. Gazli svarkani endi o'sha 18 yoshim, 88-yil o'rganganman. 17 yoshdan sal o'tgandik. Shunday institutga kirganingda birinchi kursda Umarov Erkin Odilovich degan bir o'qituvchimiz bo'lardilar. O'rgatganlar laboratoriyaga kirib. Birinchi darsda payvandlash o'rgatganlar. Shunaqa qilib o'rganib olganmiz. Internet yuritganimizga avgust oyida vaholasi 1 yil bo'ladi. Yana nima savollar bor ekan? Sizni rosa hurmat qilaman. Siz yaxshi insonsiz yozibdilar. Rahmat, taninglar sog' bo'lsin. Alloh hammamizni aziz qilsin. Quyosh kollektorlarini narxini necha yilda oqlashini aniq matematika hisobida qilganmisizlar? Ya'ni gaz bor joyda o'zini necha yilda oqlaydi? Xo'p, buni matematika hisobini qiluvdik-ku, faqat narx oshishdan oldin-da videolarini tashlaganmiz internetda. Shuni topib qo'yish kerak ekan. Bu narsani yana tushuntirib beramiz, xohlasa, tafsilroq qilib. Otapina bo'yicha bitta savollar kelyapti. Yaxshi, zo'r. Baraka topinglar. Xo'p, quyoshdan mana bu narsa qanchada o'zini oqlaydi? Ustunovkalari hamma narsasi. Masalan, necha kishiga bog'liq, to'g'rimi? Qanaqa narsa ishlatayotganiga bog'liq. Gazni dotdilar, lekin gazni dotdilar. Necha kishi uni gazini rasxodini qanchaligini bilishimiz kerak, solish. Masalan, titanda men sizga endi savol beraveraman, qiynashchi ozgina. Yo, o'zi muammoni yuzaga chiqarish uchun birinchi o'rinda savol beriladi-da, neizbежно. Shuning uchun savol o'sha dardni yuzaga chiqaradi. Shuning uchun savol bergan o'zi yaxshi, kerak. Xo'p. Qarang, Mahmud aka, bitilgan bo'lsa, masalan, hozir bu 200 litrli, to'g'rimi? 200 litr taxminan o'rtacha hisobda necha pul yalinadi uстановkasi? Xo'p, hammasini o'rtachasini olamiz. Nasoslarni arzonini olamiz. Trubalarni O'zbekistonnikini olganingda mana o'rtachasi 200 litrligimiz 5,5 millionida. Shuni hisoblaylik, 5,5 million. Qo'shamiz o'rtacha ustani hozir sodda qilib ulab berishi 1,5 million. Sodda qilib, zo'rlari $300 ga o'rnatadi ustalarni. Shuning uchun uni ham esdan chiqarish kerak emas. 1,5 million olamiz o'sha soddaroq ulab beradiganni. 7 million mana bo'ldi. Nasosimiz eng arzon normalniy issiq suv nasosimiz 550 ming plus 550 ming. Xo'p, 7,5 million. Xo'p, undan keyin trubalar o'rtacha
15 metrdan ketganda 30 metr truba ketadi. 5 ming so'mdan 30 metrimizni 150 ming bo'ladi. Plus 150 ming. Xo'p, undan keyin ularni obshivka qilish kerakligini izolyatsiyalash. Izolyatsiya bilan ko'p pul bo'lmaydi. Xo'p, haliginaqa bilan mineralniy vatalari bilan hisoblaganda bu yana taxminan 400 ming so'm bo'ladi. Plus 400 ming. 8 million 100 bo'lyapti 200 litrlikniki. Endi buni bo'lamiz, bo'lmay turamiz. 8 million 100 ushlab turamiz-da. Endi hozir odamlar gazga necha pul ishlatyapti hozirgi paytda? Maksimum mana limitdan o'tib ketdi, misol uchun. Oy oxiriga kelib limitdan o'tib ketdi. Masalan, hozir mana qani men telefonim issiq suvga ishlatayotganini hisoblaymiz. Отоплениyaga. Отоплениyaga emas, bu issiq suvga-ku, chunki o'zini oqlash kerak-ku, отоплениyaga qilolmaymiz bu narsa. O'tgan yilgi danlik bo'yicha men o'zimning uyimda 200 kub gaz ishlatuvdim. Xo'p, menda endi juda ko'p haliginaqilarni retsirkulyatsiyam bor. 100 kub deb olsak bo'ladimi? O'rtacha yo yozsin necha kub ishlatayotgan. Yozinglar, nech pul issiq suvga shu hozir yozgi paytda mana mayda отопление yoqmadinglar. Titaniylarga yo issiq suvinglarga qancha rasxod qilyapsiz? Yozsanglar, o'shandan kelib chiqamiz. O'rtasidan u ham aniq bitta summa baribir hammaniki har xil-ku. O'rtacha olinadi. Oilada katta kichikligiga qarab-da. Shunaqa. Qanaqa narsa sotganligi ham bor u. Agar gazda deyaptilar-ku, bir savol gazda deyaptilar. Masalan, gazda kotelda kalonkada bo'lsa вообще-ligi. Kolonka kam deydi. Endi kalonkani qarang, siz kalonkani solishtirasiz-ku, lekin ko'pchiligi kalonka bo'lmaydi. Gazga ruxsat olish muammo hozir. Yo'q, unda emas. Ko'pchilik cho'milisiga baribir birdaniga yetkazib bo'lmaydi. O'ynab ketadi, so'ynab ketadi, shunaqa narsalar bo'ladi. Endi titan, eng zo'ri titan. Titan, ko'proq odam bo'lsa. 20-50 ishlatar masalan-da, ko'proq ham hammaga yetadi. Bo'lar ham shu. Shunaqa. Kattalar ham shunaqa. Endi bu narsa ko'proq maslahat beramiz, nimaga? Aristonda ishlatilgan joylar bo'ladi. Yoki umuman gazdan ishlatmayman, faqat mashinani ishlataman desa, misol uchun 2-3 tarsani qo'yib, umuman gazni ishlatmasa ham bo'ladi masalan. Shunaqa. Faqat suvni hisobini yetishini quyosh chiqmagandan boshlab, quyosh chiqqandan quyosh chiqmagan paytgacha hisobini olish kerak-da. Shunaqa. Quyoshda isitishini esdan chiqarish kerak emas-da. Quyosh bo'lmaydigan payt faqat minusga ketaveradi-da, endi kamayib boraveradi issiqlik. Ham o'zini естественный sovushi rasxod hisobiga sovushi. Rasxod bo'lgandan keyin baribir o'rniga sovuq suv tushadi, yana sovib boraveradi-da. Shunaqa. Shuni yozmadimi? 100 kub ekan. 100 kub. O'rtacha 150 kub olaylik. 150 kub sotamiz deyaptilar. Juda ko'p ekan-da, 150 kub bo'lsa. Xo'p, 1 kub gazimiz hozir necha pul? 900 so'mmi? Hozir shuna to'g'rilib borib, bitta savol berishga cho'klab qo'yilgan ekan. Nurullo, 1 kub gazimiz 900 so'mmi hozir? Hozir 900 so'm bo'ldi, Anaqadan-da bu, limitdan o'tgandanmi? Yo'q, o'zi. Hozir limitni cho'zdi shekilli. Shu to'g'risini aytsam-chi, men o'z sizga ko'p pul to'layotganim uchun qiziqmay qoldim-da. Men qaraylikda, men bu yerda bor. To'yketda bor edi-yu. Ataplaylar o'tgandan keyin gaz qaralib qo'ydi. Sizlar ham shunaqa bo'pti-yu, e'tiboringlar. Hozir nimaga qarayapman ko'proq bilasizlarmi? Elektrgami? Pilachi elektrga. Buzib qo'ydi. Konditsioner ikkita konditsioner ishlayapti, shag'allatyapti-da. 30 ming so'm, 20 ming so'm to'ladim o'tgan kuni. Qarasam, minus 1,5 ming so'm. Voy. Shunda 20 ming tashab qo'ydim. Asablar buzilib ketdimi? Ko'p pul tashashga ham odam qo'rqadi. Yechib oladi. Haqqi yo'q qolar ekan. TGTM yo'q bo'lib qopti mana. Bilasizmi? Mana topdim. Narxini bilyapmiz hozir, akalar. Tabiiy gaz. Katel montaj qilinayotganda plastmassa turba yaxshimi yoki mis turba yaxshimi? Bu alohida tema bu. Rahmat, salomatmisizlar, va alaykum assalom. Mana narxi turadi o'rtada. 1000 so'm ekan, 100 metr kubgacha. 100 metr kubgacha. Keyin, aka. Mana yozib qo'yibdi shu. Shumi? 1000 so'm ekan. Keyin 2,5 ming kubdan. 100 kubdan o'tsa, 1,8 ni yozar ekanlar. Xo'jayin. Xo'p, 100 kub bo'lsa, значит bular 100 kub 1000 so'mdan bo'lgan 100 ming bo'lyaptimi? Bu hozir mavsumdan tashqari, to'g'rimi? Isitishdan tashqari emas ekanda. Lekin aniq tema deb ham bor. Xo'p, agar 100 kub ishlatadigan bo'lsa, gazni 100 ming so'm oyiga to'laydigan bo'ladi-da gazni o'ziga.
iminni issiq suvini o'ziga ko'paytiramiz 12 1.200.000 8.100.000 8.100.000 bo'lamiz 1.200.000 ga 6,5 yilda 0 bo'lar ekan agar limitdan chiqib ketmasanglar. Ha, chiqib ketmasanglar degan joyi bor. Ha, Chiqib ketishi ham mumkin degan joyi bor, to'g'ri. 6,5 limitdan chiqib ketsa-yu, вообще 1.800 so'm ekan-u. Unda tak. Ko'rdinglarmi tashladi anaqaga, gruppaga. Bo'ldi, mana shu javob bo'ladi-da. Bitta xonadon o'rtacha 100 kub gaz ishlatsa, To'g'riladim. 6,5 yilda xudo xolasa 0 bo'ladi buninglar. 8.100.000 eng shu arzonroq variantini hisoblaganda. Gazda bu, gazda. Gazda. Agar Ariston bo'ladigan bo'lsa, unda tezroq ham anaqa bo'ladi. Ha, Ariston bo'ladigan bo'lsa, elektr bo'ladigan bo'lsa, gaz bilan elektrni solishtirganimizda 9,5 barobar gaz arzonroq edi. Shunda 9,5 ga buni qovurish kerak bo'ladi. Qo'lvosh kerak bo'ladi. Tokkikini ham shunaqa hisoblab beraylik. Bo'ldi, tok уже mana shu 9,5 bizda hozir bizga telefon qilishgan edik, aytishgan edik. Ya'ni tokda 100 mingmi, 400 ming sotildi-yu. 675 bo'lamiz 9,5. Agar elektrda bir oyda 100 ming so'mlik, yo 100 ming so'mlik emas, o'sha haligi 100 kub gaz berayotgan issiq suvni olsanglar elektrda 7 oyda 0 bo'ladi rasxodinglar. Mana bundanmi? Ha, 100 kub gazimizga qancha issiqlik beryapti? O'shandan kelib chiqadi-da. Ha, 100 kubga anaqaga elektr kilovatiga bo'lib yuborsiz, to'g'rimi? Shunaqa. Kilovatiga bo'lib yuborib turib, issiqlik quvvatiga bo'lib yuboradi. issiqlik quvvatiga bo'lib yuborib turib, keyin uni tok puliga ko'paytirib oldingiz. Mingsinmi? Yo'q, men o'sha haligi oyini o'ziga bo'lib yubordim. Ha, oyini o'ziga. To'g'ridan to'g'ri. Uni soddaroq tushuntiring-da, bu akalarga. Ha, shunaqami? Xo'p. Siz tushungandagi bular hamma tushunmayvermaydi-yu. Xo'p, bo'lmasam boshqacha qilamiz. Tushuntiringlar, aka. Masalan, mana bitta Ariston oddiy 100 litrlik deyiluvdi. 100 litr bilan uni Xo'p, bo'lmasam buni yozsin. Aristonga qancha to'lashyapti? Elektrda issiq suv olishga. Hozirgi paytda mana gaznikini javobini olishdi, to'g'rimi? Ha, gaznikini javobini berdi. olishdi. Endi Aristonga Ariston voda nagrevatelga elektr uchun qancha pul to'layapsizlar? Issiq suv uchun. Shunisini haligi bilsak, yana o'rtacha haligi qanchada oqlashini bilib olsak bo'ladi. Endi haligi mijozlarning gapidan kelib chiqadigan bo'lsak, bir oyda 1 million to'layapman dedi elektrga. Bitta savol beramiz. 8 oyda unda oqladi. Savol beramiz, savolga javob beramiz. Adashib ketyapti gaplar. Ha, Nurullo? Nima? 3-4 kun oldin keldi-yu klientimiz. 1 million gazga elektrga to'layapman. Bitta 100 litrligim bor dedimi yo 80 litr bitta 100 litrlik dedimi? Shunaqa gap bo'ldi. Uniki bo'lsa 8 oyda oqlanadi. Agar o'sha odam 130 litr. 130 litrga 1 milliondan oshib to'layotgan. 1 milliondan oshib to'layapti. Agar 1 milliondan to'lasanglar elektr issiq suvga, ana o'shanda 8 oyda oqlaydi. Hozirgi paytda hozir ochamiz. Anaqa Muhammad degan aka. Aytayotganim, hozirgi paytda agar kondisionerga qo'shiladigan bo'lsa, o'sha u endi 1,5 million issiq suvga aloqasi yo'q uni. Yo'q, tushunmayman. Tokka o'zi aytolman. Ko'p ko'payib ketdi. Xo'p, qani savollar bor ekan Muhammadjon akani. Qani eshitaylik. Bismillah. Qani bitta anaqa voqingcha o'rtadagi mikrofonni bossangiz, mikrofoningiz ochiladi, keyin gapira olasiz. Gapingiz bu yoqqa eshitiladi bizga. Mana ochildi. Yo'q, ochilmadi hali. Mana ochilgan emasmi? Yo'q, bu gapirishlar uchun anaqa qo'yildi. Faqat mikrofonni bosmadilar ham. Shu ozgina odamlar urgan, bo'ldi mana endi gapirsa bo'ladi. Xo'p, eshitamiz. Labbay. Yo'q, men boshqa odamnikini ochib qo'ymayman, o'chadi. Mahkamjonnikini ochib qo'ymayman. Hozir to'g'rilaymiz. Adashimman. Muhammad aka, ochdim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qolmani yaxshimisizlar? Alhamdulillah. O'zingizlar tinchmisizlar? Rahmat aka, salomat bo'lsiz. Bo'lsin. Rahmat. Alloh tani joningizni sog' qilsin. Aka, so'rash bor edi. Labbay. Yangi qurilgan uylarga pena sepish xizmatlari bormi? Tomlarni anaqasiga, to'sinlarning orasiga. Shu pena qanchalik darajada uy issiq ushlashiga, izolyatsiyasiga qanchalik yordam beradi? Xo'p. Bu birinchi savolim. Xo'p. Keyin hozir mana siz aytgan
teplovoy nasos chiqdi-yu. Teplovoy Teplovoy nasos qanchada o'zini oqlaydi? Mana siz aytgan solnechniy voda nagrevatel bilan teplovoy nasos endi ancha qimmat, lekin effekti qaysi biriniki yaxshi? Shu ikkala savol. Teplovoy nasos o'zi ma'lumotlar kelishi man haligi oldindan aytib qo'yay, o'tgan safar ham shunaqa gaplar bo'ldi. Ko'p holatlarda men gapirgan gapim boru, yo kitobdan gapiraman haligi instruksiyasidan yoki bo'lmasam o'zim haligi uyimda eksperiment qilgan narsalarimdan gapiraman-da. Xo'p, kitoblarda o'sha o'zini texnik xarakteristikalarida kelishi bo'yicha 1 kilovat elektr energiya 5 kilovat issiqlik quvvati berar ekan. Teplovoy nasosdami? Teplovoy nasosda. Xo'p, endi shundan kelib chiqish kerak. Yana farqi bo'lar ekan freonlarida. Misoldan 21, 22, 290, 410 degan har xil freonlar bor. O'sha freonlarda -5 gradusgacha zo'r ishlaydi, keyin effekt tushib ketadi. Keyin yana boshqasi bor -10 gradusgacha, -20, xullas -35 gradusgacha ishlaydigan freonlar bor. Ularni endi asosiy haliginaqasi asosi o'sha propanoviy osnova bo'lar ekan. Shuning uchun o'sha narsalarga ham bog'liq bo'ladi. Oqlashiga keladigan bo'lsak, o'zini oqlashi. U endi teplovoy nasosda eng arzoni 2,5 ming, 3 ming bo'lsa, qancha joyi isitishingizni biza bilishimiz kerak. Qanaqa izolyatsiyangiz, qanaqa holatda, rasxodingiz qanchaligini biza bilishimiz kerak. Shunaqa daniylar bo'lsa, ana undan keyin sizga mana bunaqa kilovatli teplovoy nasos bo'lsa, mana bunchada oqlaydi deya olamiz. U ham keyin gaz Yo'q, bunaqada teplovoy nasosi hali o'rnatgam yo'q. Men endi montaj qildirishim kerak teplopolga. Hozir bizda gaz problema bo'lganligi uchun shu svet bilan isitish yoki boshqa yo'llar bilan isitish. Mana siz aytgan solnechniy voda nagrevatelni naporniysi, bez naporniysi deb shunaqa chiqyapti. Naporniysi yaxshiroq deb. Hozir siz hisoblagan bez naporni hisobladingiz menimcha 8 million 100 qancha bez naporni. Shunaqa. Misol uchun sizga idealniy uy qishda isitib bermasa ham, mana solnechniy voda nagrevatelь idealniy uy isitib bermasa ham har holda iliq darajada ushlab berib, shuni aniq qilib bera olaydim teplopolda. Mana men sizga hozir shu gapni aytaman. Penini so'radim, peni sepish. Hozir bu mavzuni olaylik, penani ham o'tamiz. Xo'p, hozir mana bu solnechniy voda nagrevatelь ishlashini men sizga aytaman. Mana aytaylik, qish deylik, havo bulut. Kunduz kuni yorug'likdan trubadan kelayotgan sovuq suvimiz o'rtacha harorati 10 deb qabul qilinadi. Bu o'sha standartlarda, mani gapim emas bu. Kitoblardagi gap, normativlarda. O'sha 10 gradusli suv bunga kiradi, solnechniy voda nagrevatelga. Eng kamida 30 gradusga ko'taradi, bo'lmasam 35 gradusgacha ko'taradi. Endi siz cho'miladigan yo idish-tovoq yuvadigan suvingiz taxminan 40 gradus bo'lsa, o'sha 40 gradusni 10 gradusga ko'tarish uchun yo gazdan yo elektrdan siz foydalanasiz. Atapleniyada ham xuddi shu ish chiqsa bo'ladi, yoki bo'lmasam bularni smenniy qilib bir-biriga ulash. Haligi birinchisida mana kirdi 10 gradusli suv kirdi, 30 bo'lib chiqdi, ikkinchisiga 30 gradusli suv kirdi, 40 gradus bo'lib chiqdi. Shunaqa qilib 3 ta, 4 ta, 5 tagacha bir qancha kerak bo'lsa ulab ketilib ko'tarilsa ham bo'ladi. Ketma-ketlik bilan. Tushundingiz-a? Ana o'shanda yuqori haroratlarga yeta olasiz. Bunda. Xudo xolasa bu mavzuni bo'ldi, tugatdik. Endi pena bo'lsa, penani savoli nima edi, qanaqa turlari bor deb o'tdingiz? Pena suv ushlab qoladimi? Suvombozga. Pena uydagi issiqlikni ushlab qolishga qanchalik rol o'ynaydi? Bularni ikkala
kilogrammga bo'ladimi, kvadratga bo'ladimi, qanaqa bo'ladi xizmat haqlari? Xo'p. Shuni so'ramoqchiman. Penani o'zini birinchi bilib olaylik. Penani mana turlari bor, sepadigan apparatlari Xitoyniki bor, Rossiyaniki bor, Amerikaniki bor. Eng zo'ri Amerikani оборудованиесі hisoblanadi. Undan keyin o'sha penani hattoki mana rossiyskilarni ham shu bir ikkitasini haligini qildik. Kereli misoldan kubitskiy santimetr zichligini 35 dan oshiq qilib bera olmas ekan rossiyskilar. Xitoylar ham. Amerikaniki 35, 40, 50, 100 kubitskiy santimetrgacha qilib beradi. U bir, ikki. Mana nima u zichligi? Plotness, zichligi. Zichlik degani, anaqa bo'ladi. hali pokeyimda ushlaganingizda qo'lingiz botmaydigan bo'ladi, qattiq bo'ladi. Endi 100 kubitskiy santimetrga mix qoqish ham muammo. Keyin shunaqa zich bo'lgani suvni o'tkazib olmaydi. Qancha plotnesi o'sha zichligi yuqori bo'lsa, izolyatsiyasini haligi sovuqqa yo issig'i ushlab qolish darajasi oshib boraveradi. Tushundingiz-a? Endi qarang, mana bunaqa narsada. Eshitdingizmi yo'qmi? Oke, Ahmad aka. Eshitmadinglar. Eshitdim. Shunda rahmat. Mana bunaqa narsada siz ayni sepayotganda yoki umuman izolyatsiyadan foydalanayotganingizda nimaga foydalanyapsiz? Ya'ni nimaga deganda ishlaka blokka foydalanyapsizmi? Lombo anaqaga paxsaga foydalanyapsizmi? Yoki pena blokka foydalanyapsizmi? O'shandan kelib chiqib qilishingiz kerak bu narsani. Nimaga? Joyiga qarab. Bu narsa yo'q, bu narsa devor uchun emas, bu patolog uchun so'radim. Chunki devorga endi hozir boshqa narsalar bor. Devorda endi lomboz bo'ladi asosan. Ya o'sha mana farqi yo'q, u ham loyiha hisobiga kiradi-ku. O'shani hisobidan kelib chiqadi. Masalan, lomboz qilgan bo'lsangiz, lomboz davay menimcha ustuni o'tkazadi. Ustuni o'tkazuvchanligi bor. Unga qo'shimcha siz nolga olib kelmoqchi bo'lsangiz, ustuni o'tkazuvchanligini. Unga yana qanchadir pena qalinligini qo'shasiz, penani zichligi bilan qalinligini. O'shanga qarab septirasiz. Siz o'shanda yo'qolmaydi. Shu minimumga olib borish kerak-da, hali teplopateriyani. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, bizani ustalarimiz o'sha amerikanskiy оборудованиеda sepadigan ustalarimiz kvadrat metrini $12, kilosi $6 rasxod qilib berishyapti. Bunda kubitskiy 35 kubitskiy santimetr bo'ladi plotnesi, zichligi. Ana o'shanda sizga shunaqa narxga tushadi. Qalinligi u farqi yo'q. 3-5 bo'ladi-da, xolasa 7-8 qiladi, u o'zligisiga bor. Plotness bo'lsa bo'ldi bu yoqda. Tushundingiz-a? Kilosi $6, kvadrat metri $12. Shunda 35 zichlik bo'ladi. Sodiq aytganda, demak, ular menga olib kelishadi, deb septirmoqchiman, to'g'ri? Tomga patologiya. Men kiloda tortib olaman. Mana shuni sep ber deyman, to'g'ri ularga. Shunaqa. O'shanda 35 kubitskiy santimetr desangiz, endi ba'zi birlar aytadi, yo'q, meni joyim kamroq, joy yo'qotmoqchi emasman. Shuning uchun menga qalinligini 5 santimetr qilmaganda, 2 santimetr qilganda, plotnisini 35 emas, 40 qilgin yo 50 qilgin yo 60 qilgin deydi. Xullas nima bo'lganda ham kilosi $6 bo'ladi. Unaqasiga ham, bunaqasiga ham Xudo xolisi bir xil narx chiqaveradi. Xudo xolisi foydali bo'ldi deb hisobladim. Yana savollar bo'lsa, unda kiloga bo'ladimi? Bu kiloga to'lanadimi? Misol uchun men septirmoqchi bo'lsam, $6 dan faqat kiloga to'layman yo $9 dan aytganingizdek yana alohida to'lov. $9 demadim men, $6 kilosi dedim, $12 kvadrat metri dedim. Ana o'shanda haliginaqasi zichligi 35 kubitskiy santimetr bo'ladi. Bu degani o'sha 1 kub santimetr o'ligida 35 mingta haligi pufay zarralari bor degani bo'ladi. Tushuntira olmadimmi? Tushundim, rahmat. Hurmatli kuzatuvchilar, Qur'on hayiti munosabati bilan aksiya e'lon qilyapmiz-da. Mana bunaqa solnechniy voda nagrevatel yo bo'lmasam mana Watson kat yo'ldan yo mana bu bollerdan sotib olsa, Qur'on hayitidan 2 kun oldin hali qur'a tashiymiz-da. O'shanda g'oliblarni e'lon qilamiz. G'oliblarga 35-40 kilolik chiroyli bitta qo'chqorni hadya qilamiz. Aksiyada qatnashaman deganlar qo'chqor deb yozib qo'yinglar. Sizlarga batafsil ma'lumotlarni jo'natib qo'yamiz. Manfaatli bo'lsa, mabodoga
ustalarimiz bor buni qiladigan, professionalni qilib berishadi. Nechta odam qilgan bo'lsa, rahmat, baraka topinglar degan. inshaalloh o'sha paytda Xudo xolisa. Sog' bo'ling aka. Salomat bo'ling. Savollar bo'lsa marhamat, qo'ldan kelgancha. Bu yerdan ham savollarga javob beringlar. Qani. Birinchi bo'lib ovozimizni tekshirib olinglar. Instagram deylar. Assalomu alaykum, hormanglar, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Bitta shunda ovoz past degan ekansiz, to'g'riladi. Bitta e'tiboringlar, qanaqa eshitilyapti ovoz? Plusmi? Agar ovoz yaxshi bo'lsa, plyus qoldiringlar yoki bir qoldiringlar. Qulayroq bo'lishi uchun. Agar past bo'lsa, minus qoldirasizlar. Ha, bizda savollar bor tepada. O'tkazib olmaylik, yana gap eshitaylik. Tekshiringchi endi. 1 1 2 3 1 1. Hop, aristonchilar tok suv ichishda darrov tezda bundan qo'yinglar, aristoni borlar. Tezda shundan qo'yasanglar, 7-8 oyda oqlirkanda. Qani gapiringchi anaqa Abduhamid. Gapir. Gapiring, eshitib ko'ringchi. Ko'paydimi ovoz? 1 1 2 3. Eshitilmayapti bunda. Nega unaqa bo'lyapti? Katol eng sifatli nech pul atrofida? Sifatli gatol vaylant bo'ladi-da. Vaylant. Bo'ladi. Savollarsiz bo'ladi. Lekin ko'pchilik kelishyapti. Eshitilyapti zo'r, mana bu ovoz Sifatli yaxshi gatollar vaylant, vismin bo'ladi. Muhammadjonmidi ismingiz? Ha, shunaqa. Muhammadjon. Hozir shu etish hayolimizga kelmabdi. Kamida bir 30-40% ga rasxodingizni kamaytiradi. Shunisini ham gazini past yoqishingizga olib keladi. rasxodingizni kamaytirib beradi. Именно отоплениyaga rasxodingizni. Katol montaj qilinayotganda plastmassa yoki turba yaxshimi yoki mis turba yaxshimi? Zo'r. Mis nimasi yaxshi, plastmassa nimasi yomon? Plastmassa tez deformatsiya bo'ladi, mexanik udarga chidamaydi. Hozirgilar steklovolokno udar bo'lsa sinadi, defekt bo'ladi, umri qisqaradi. Men teplopateriya katta. Teploprovodimiz past. Medniyda teplopateriya ligin izolyatsiyalansa, provodimiz oshadi. Suv yurishi ham trassaga o'xshab yuradi. Ha, tik. Payka bo'lgan joylardan tiqilib qolmaydi suv ham. Endi o'zaligi nima deydi, haligi mers har doim zo'r bo'ladi-yu. Nis bo'lsa вообще zo'r bo'ladi. Qisqa qilib aytganda. Savoliga вообще zo'r. savoliga javob oldilar. Tak, endi keyingisi. Hozir Instagramda bir savollarga javob beryapsiz. Xudo xolisi Ziyodulla. Assalomu alaykum debdilar. Va alaykum assalom. Mani sog' bo'lsin. Abdurahimov 4875. Assalomu alaykum debdilar. Va alaykum assalom. Tak, Toshkent Wedding yozilgan ekan. 250 kvadrat joyga qanaqa katol qo'ygan yaxshi? To'pli pol bilan 3 ta xommo. Ana sizga savol. Ko'tkiz. Hop, 250 kvadrat. 28 talik konditsionniy qo'ysinlar, maza qilib foydalansinlar. Bo'ldi-da bitta. Mana bu boylardan qo'ysa, haligi joy ekonomik bo'ladi, effekt yuqori. Agar uchastka bo'ladigan bo'lsa, mana bundan qo'ysinlar. Agar dom bo'ladigan bo'lsa, Ha. Любой kvadratga joy dom bo'lmasa kerak baribir. Ya, hozir endi bilib bo'lmayapti-da, dom bu uchastkami odamlar. Ja bemalol qilib tashyapti. Uchastka deb olsak, demak, ana qo'ylardan qolgan yaxshi. Shunaqa, ha. Taxminan nech bo'ladi endi? Xo'p, boylerlarning o'rtacha narxi 600-700. Endi hali ikkita zmeykali, nerjaveka u bu bo'ladigan bo'lsa 900 minglardan oshib qoladi. Xo'p, katollarimiz o'rtachasi emas, o'sha yaxshi degan visminimiz mana 1450-1550 turibdi. Taxminan shunaqa narxlar. Nech bo'ladi taxminan? Xo'p, 1550 ga 1,5 mingga qo'shsak 2,5 mingga aylanar ekanda. Katollar bo'ladi o'zi. Katollar bu yaxshilari. Yo, menga shu byudjetniroq desa, shu haligi talablarga qarab turib, uni ham tushirib boraveramiz. Aloqaga chiqsalar, anaqa tushuntirib beramiz. Shunaqa. Lekin yana bitta gap, haligi $300 katollarni olib mazza qila olmaysizlar, yog'i ham bor. $100 ham bor o'zi katol. Boshda ana arzon to'lab mazza qilasizlar. Voy. Keyin ana keyin aytdilar, Instagramda yozib, keyin oxiri telefon qilib aytdilar. 3 yil ichida 65 marta, 70 marta inaligini chaqiribdilar. Servis. Telefon qilib ham telefonga ham pul ketib qolgan o'zi. Nega baytga telefonga? Keyin kamiga haligi necha martadir kelgandan keyin pulli bo'lsa boraman debdi oxiri.
Ha, tekin уже Ha, tugab bo'lganda limit. Sobirjonov, assalomu alaykum debdilar. Alaykum assalom. Xo'p, savol. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? To'pli pol o'rnatgan yaxshimi uyga ili batareyami? zo'r savol ekan-a. Baraka toping. Taktol eng yaxshisi. Agar yengitdan qurilayotgan yaxshi bir anaqa kasal odamlar yo'q yo bir больница bir narsalar uchun mo'ljallanmagan joy bo'lsa, eng effektivniy issiqlik olish usuli to'pli pol bo'ladi. Lekin ba'zi bir joylar bo'ladi, to'pli polni o'zi yo kamlik qiladi, yo to'g'ri kelmaydi. Ana o'sha joylarda undan keyin haligi qo'shimcha radiator yo shunga o'xshagan boshqa moslamalardan foydalanish kerak bo'ladi. Bir xilla bundan bir 8 yil 10 yil oldin haligi masjidlarda to'pli pol qilish rivojlanib ketdi-da, muammolar ham bo'lib qoldi. Haligi qattiq sovuqlarda masjidga kirib o'tirsa, xuddi bir joydan haligi shamol urayotgandek bo'ladi-da, muzdek. Tish yoraman deydi. Kirsa haligi to'pli pol issiq. Shunaqa diskomfortli bo'lib qolishi mumkin. Endi u o'sha noto'g'ri qilingandan o'zi sistemani sal ozgina oldin bilishmagan, hozir endi bunaqa muammo yo'q. Eski sistemalar bo'lsa saqlanib qolgandi. Shunaqa. Shuning uchun eng arzon, eng yengil issiqlik olish to'pli pol. Radiatorni endi misoldan больницаlar bo'ladi, yo bir kasalxonalar bo'ladi, bir yo bir xonadonlarda qariyalar bo'ladi, yo bo'lmasam qo'shimcha issiqlik kerak bo'lgan hali chaqaloqlarning uylari bo'lsa, to'pli polga keyin qo'shimcha radiator shunga o'xshagan narsalar qo'yish kerak bo'ladi. To'pli polni misol uchun batareyada muhim emas-da, misol uchun grafik to'g'rilasa bo'ladi mablag'. Lekin to'pli polda asosiy qilish kerak bo'lgan ko'pchilik qiladigan xatosi nima? Isib olmaslik uchunmi? Hali termogolovkalardan foydalanmaydi. Zamonaviy misoldan распределительный kollektorlar bor, boshqariladigan temperaturasi. Har bir xonaga yo har bir uchastkaga individualniy temperaturniy rejim. Hammaga alohida. Misoldan ayoqda bir qariya dodamiz bo'lsalar, davleniyalari bo'lsa, men ketaman, menga yoqmaydi bu desalar, ularga alohida temperatura. Mana yoqdagi chaqalog'i bor, yangi kelinlarga, meni bolam so'yib ketyapti, menga alohida temperatura deydi. Ular hammaga har xil o'ziga qarab turib rejim beriladi. Расходомерный kollektorlarda. Ulardan foydalanish kerak bo'ladi. Keyingisi, katolni eng sifatlisi necha pul atrofida? Uni aytdik, 1550 kilovatiga qarab narxi o'zgaradi. O'rtacha narxi 1,5 ming. Zo'r haligi Wisman, endi Vailandlar sal yana ham yuqoriroq. Vailand bo'lsa, zo'r u. Ahtamov Bahodir, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, tanis sog' bo'lsin. Doniyor Hasanov, assalomu alaykum, yozibdilar. Va alaykum assalom, Doniyorbek. To'pli polni qanaqa tozalasa bo'ladi? Xo'p, to'pli polni tozalashni o'zi videolarni qilganmiz, mayli yana bir aytamiz. Telegramga yozsa tashlaveramiz. Uni videoda qo'yganimiz yaxshi. Telegram kanalida ham bo'lishi kerak hozir. Telegram kanalimizda o'zi tayyor video bor. Agar topishga qiynalaman desangiz, mana 822 07 07 93 lik nomer. O'shanga Telegram kanalidan to'pli pol yuvish deb turib yozib qo'ysangiz, siz uchun alohida o'zimiz jo'natib qo'yamiz. Assalomu alaykum. Aka, mana uyim 0 dan 6 ta xonagacha qancha rasxod bo'ladi? Men hovlida yashayman. Konturni qo'ysa bo'ladimi? Bo'ladi. 6 xona nima? Hammom va oshxona, suv kerak. Bo'ladi. O'zi oldingi eski pechkada turuvdi. Oldingi eski pechka, devor pechkamidi? Devor pechka bo'lsa kerakdir-da. Devor pechkalar bor-ku. Va hali ham bor ekan. Men bor, aka. Qo'shnimiznikiga og'aynimni endi og'aynim uydan ko'chib chiqib ketdi-yu, ota-onasi hayot ko'rgani chiqdim. Yaqinda bir oy ham bo'lmadi. Hali yangi tutib pishganda bunda oldidan olib chiqdim, ota-onalariga ancha qariya bo'lib qolishgan. O'shanda qarasam devor pechkalar turibdi. Oyiga 3 milliondan to'ladim deydi gazga. Voy aka, chiylaverdim men deydi. Agar devor pechka bo'lsa, u tez uni buzib, yo buzmasangiz ham mayli. Mana mashinga sotib bitta misol keltirib beraylik, aka. Nechta bet devor pechka ekan? 1 2 3 devor pechkani gazini olib nechta uysiz to'ladi?
Oh, oh, Nechta xonasi to'ladi? bo'lmaganda bir 10 barobar ko'p bo'lsa kerak. 3 ta devor pechka nechta xonasi topdi hozir? 5 ta 6 ta xonani. 6 ta xonasi topdi. Bittasini gazini, bitta devor pechkani gazini olib, nechta xona isitadi? Bo'lmaganda 10 tasini isitadi xonani. Bittasi. Mana bunaqada rasxodimizdan olib chiqaylik, o'zimiz uyimizda mana 1 million man to'laganimda uyimdagiligi xonalarning sonini hisoblaganda eng kamida pastda 5 ta, tepada bu 10 dan oshiq xona ekan. 10 ta xonaga 1,5 million maksimum qattiq sovuqli, dekabrda qattiqroq sovuqli bo'ldi, o'shani to'ladik. Issiq suv ham ichida. Issiq suv ham, oshxona hammasi, hammasi. Qozon tovoq ham o'shan ichida. Bu 6 ta xona-yu asosiy ko'p issiqlik talab qiladigan qariyalarning xonasi. Otasi alohida xonada yashaydi, onasi 90 ga chiqib qolishgan, 90 dan ham oshib qolishdi. Alloh umrlarini uzoq qilsin. Issig'i xohlaydi-da ular. 3 milliondan gazga to'ladim deydi. Undan ko'ra o'sha оборудованияni, любой оборудованияni olib atmosferni qo'ysa ham yuradi-da. Bori hozir pulim yo'q. Menga sal o'rtacharoq atmosferni ber deb turib 500-600 dollarga qo'yib, keyin pulim ko'payganda konditsionniy olaman deydi. Men zo'rini olmayman. Xitoykini yaxshisini bersa 700-800 dollarga oladi. Konditsionnilarni mazza qilib ishlatadi. Ana o'shani okupayimizni boya hisoblaydiku, o'ligini mana okupayizmi. Uni okupayimizni 1 yil bo'ladi. Chunki 4 oy qish bo'lsa 3 milliondan 12 million уже sarflab qo'ydi u. Yana kelayotgan qishga hali tayyorlanib turibdi u, yana hali qilaman deb. Endi bundan buyog'i 12 million bilan qutulmaydi. Eng kamini 18-19 million to'laydi agar shu ketish bo'lsa. Gaz narxidan. Agar o'shani 1000 so'm bo'pti-yu bir kubasi. Agar shuni 450 so'mga dod deb yuruvdik. Agar shuni sirazi qildirib yuborsa, keyingi oy o'sha YouTube'dan chiqib qoladi. Shunaqa. Ya'ni olib qo'ygan narsasi yonida qoladi-da, Shunaqa. Puli ham yonida qolyapti. Mahsulot o'zida qolyapti. Yutuq-ku. Ha, yaxshi, xudo xolasa mayli. Eng texnologiyaga o'tirish kerak-da, xudo xolasa. Katol osi qo'chqor berasizlarmi? Ha, xudo xolasa. Katol olinglar. Xudo xolasa haligi qo'chqor ham beramiz. Mana shuncha turibdi mana. Aylantirib yuboring. Mana. Mana shuni o'ynaymiz xudo xolasa. Tak, xayr. Konditsionniy katoli haqida ma'lumot bera olasizmi? Xayr degan brendni eshitganman, lekin ochib ko'rmaganman. Xo'p, konditsionniy katol, atmosferniy katol deyapmiz-ku. O'zi qanaqa bo'lsa ham atmosferniy katolni endi 60-yillarni razrabotkasida ularni to'g'ri o'tdi, ko'p gaz sarflaydi. Bu haqida ko'p gapirdik. Konditsionniy katolni qanaqasi u trubchalik bo'ladimi, alyuminiy kremniy qozon bo'ladi, qanaqa bo'lsa ham konditsionniy olgan odam baribir yutadi. Bu xayr bo'ladimi, boshqa bo'ladimi farqi yo'q. Endi kimdir men faqat Mercedes minaman deydi, kimdir yo'q, menga mashina bo'lsa bo'ldi, ishimni bitirib bersa. Xitoy ham o'sha yaxshi o'shaligi konditsionniysini sotib olamiz mana qancha yaqinlarimizga sotdik, oshna og'aynilarga, tanish bilishlarga, 18 yillik klientlarimizga hattoki berdik o'sha Xitoy konditsionniysini. Nimadan berdik? O'sha ishonch bo'lgani uchun berdik-da. Shunaqa. Shuning uchun u xayr bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Nima bo'lsa ham o'sha konditsionniy bo'lsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Katol narxi qancha? Narxlari qancha? Xo'p, 300 dollardan boshlanadi. Yog'iga endi o'rtachaligi 25-30 kilovatliklari shu 2000 gacha bo'ladi-da. Yog'iga keyin kilovatiga qarab yo производительga qarab narxi oshib ketaveradi. Aka, shunda 6 xonaga qancha xarajat bor? Noldan qilsa qo'lida yashayman, devor pechkani olib tashiyman. Xo'p, siz bo'lmasam yana bittaliginaqa 6 xonangiz necha kvadrat metr? Shuni aniqini ayting. Biz keyin teplый pol, radiator hammasini qo'shib hisoblab beramiz. Manzilingiz ham yozaring qattaligini. Ha, manzilni ayting. Biz ungacha anaqa Telegramdan kelgan savollarga javob berib turamiz. Qani, bismillah. Men aka sizdan katol olgandim, 3 yil oldin, 3 yil bo'ldi. Uni tozalashim kerakmi? Shunga javob bering. 3 yil oldin katol olgan ekanlar. 3 yil oldin katol olgan bo'lsangiz,
uni servisini nomerlarini biza bergan bo'lishimiz kerak. Garantiyali servisi bo'lsa, garantiyali servis qilib beradi. Yo'q, garantiyali servis yo'q bo'lsa, bir aloqaga chiqsangiz, nima katyolligini bilib turib, shunga qarab turib keyin Qozog'istondan aytamiz. salom degan ekanlar. O'zimni qozoq birodarlarim, taninglar sog' bo'lsin. Sizlarning noninglarni ko'p yeganmiz biz. Biz anaqa qilamiz. Qozog'iston Yo'q, kunini ham rost anaqasi topganmiz. necha kvadratligini Shunaqa. savol berishga cheklov qo'yilgan. Endi kichkina katollar eng kichkina katollar Eng kichkina, eng arzon katyol $300. Garantiyasi. Quyoshchi garantiyasimi? Xo'p, quyoshchi garantiyasini zavod o'zi 5 yil, 10 yil deb beryapti-yu, biza kolbasiga tosh tegsa sinadi. Issiqlik berishiga quyosh bo'lsa garantiya beramiz. Nержавейкaligiga garantiya beramiz. Yana nimasiga garantiya berish kerak? Ramalari nержавейка, unga ham garantiya bor nержавейкaligiga. misol keltiradigan bo'lsak, mana Ariston, to'g'rimi? Gaz ham, elektr necha yilda odob bo'ladi masalan. Bizning praktikamizda 10 yil sutganlar ham bor. 15 yilda italyanskiy aristonlarni aksariyati biz shu savdamizdaligini bilganimizda 15 yil deganda haligi baki teshilgan yo bir teni teshilgan holatlar bo'lgan. Tendan qo'ysa bo'ladi-ku yengil. Yo'q, aytamanda, bakka shunaqa teshilgan holatlari bo'lgan. Lekin o'zi zavod srok службы deb turib 20 yil berganda. Bunda srok службы deb turib bunda ham xuddi shunaqa qarang. 20 yil bir joyga 10 yil 15 yil ishladi deydi-ku. 15 yilda endi agar bu ham anaqa deydi, prezident to'g'ri badarka deydi. Yo'q. Unisi nima deydi uni? Mana 15 yilda ishlab qolsa ishlab qoldi. Yo'q, bu o'zini haliginaqasiga bog'liq. Daydi zaryad ko'p bo'lsa, tez teshiladi. Aristonda. Tez teshilmasligi uchun anodini tez almashtirib turish kerak bo'ladi. O'sha производительlik talabida 3 yilda bir marta anodini almashtirgin deydi. Nimaga? O'sha anod daydi zaryadni olib qoladi. Umrini uzaytirish uchun o'sha texnik talablarni yo bo'lmasa texnik tavsiyalarni bajarish kerak. Bunda ham baribir daydi zaryad kelib qolishi mumkin, suv bilan birga anodi bor. Nержавейка bo'lsa ham bab teshiladi. Metalda garantiyasi bor, yaxshimi? Yo'q, yaxshiroq bu. Nержавейка zanglamaydi degani boshqa narsa. Teshilmaydi degan narsa boshqa narsa-da. Misoldan elektron zaryadlar bombardimon qilgandan keyin u nержавейка emas, nima bo'lsa ham bab teshsa bo'ladi-da. Tok shunaqa narsa-da endi. Shuni aytasiz, to'plipol qilinadigan bo'lsa, to'plipol qilishlar anaqaroq. Yo'q, to'plipol qilib bo'lmaydi-yu. U bab yorilib ketadi, xullas. Legini taqvat qilish to'g'ri keladi. Shuni tushuntirish kerak. Bo'ldi. Xo'p. Orientir mana hozirgi ketaveramiz, sразу efirdamiz-ku. 150 kvadrat metrni mana hozir bolalar hisoblab chiqishibdi. To'pli poligiga 2000 dan 3000 gacha ketadi. Nimaga unaqa har xil summa desa, misoldan to'pli polli shlankasi местный bo'lishi mumkin, turetskiy yo qanaqadir bo'lishi mumkin. Katyollar, nasoslar hammasi har xil. Kami 2000 yo menga zo'r brendoviy mollar desa 3000 ketar ekan. Xo'sh, keyin to'pli polli haligi pol, yog'och polli joyiga qilsa bo'ladimi deganda u rosa murakkab narsa bo'ladi. Qimirlamaydigan qilib qotira olaman men desangiz, qilsangiz bo'ladi. Shunaqa haliginaqalari bor. Pollar bu ham o'sha rasxodga borib taqaladi. Anaqada ham to'sinda likillab ketadigan bo'lsa, anaqa stashga qilgandan keyin yorilib ketadi. Keyin bir tiyin bo'ladi-da shuncha. Xo'p, buni yomon tomonlari ko'p-da, mana qimilladi, yorilgandan keyin hali qirra paydo bo'ladi betonda, sementda. Keyin trubani teshishga boshlaydi. Bunaqa tomonlari ham bor. O'sha likillamaydigan qila olaman, yaxlit qila olaman desangiz, ana to'pli polli qilsangiz bo'ladi. Jamshid Imomaliyev, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Jamshidbek tanit sog' bo'lsin. Assalomu alaykum. Menda fundamental kontur qo'ygandim. To'pli polga qo'yilgan. Qizdirishi qiyin, rasxod ko'p, nima qilsa bo'ladi? Fondital ekanmi? Xo'p. Fondital napolniymi, nastinniymi ekan? Xo'p, nima bo'lsa ham
teplый polni yuvadigan video kontur zotlar, kontur qo'ygandim. do'q kontur ekan, Unikal kontur zotda. kontur deganlari shu do'q kontur bo'lsa kerak. Ya'ni anaqada osilib turgan bo'lsa kerak. Shu do'q konturni deb nastenniy deb tushundik, qabul qildik. Nastenniy bo'lsa, yaxshi isimayotganini, ko'p rasxod bo'layotganini sabablari teplopateriya katta bo'lishi mumkin. U bir. Ikkinchisi, teplый pol 5-6 yilli yo 7-8 yillik eski bo'lsa, u ham issiqlik yetib borishi qiyin bo'ladi. Teplonatsitil qiynaladi. Uni o'sha teplый pol yuvishlarda aytganmiz, ko'rsatganmiz. Sizlarga rasxodni kamaytirishga mana eng zo'r podskaska shu bo'ldi mana. Teplopateriyani yo'qotasiz. Teplonositilni yo sistema vodoснабжения o'sha отопленияni pramivka qilasiz. Ana undan keyin kotelni o'zini nastroyka qilish kerak bo'ladi. Gazni agar nastenniy atmosferniy bo'lsa, uni qanchasi haliginga chiqib ketyapti atmosferaga gazni yonmasdan. Alanga baland bo'lsa, gazni yonmay chiqib ketayotgani ko'payib ketaveradi. Shunisiga ham e'tibor berasiz. O'shanda kamayadi. 3 ta mana faktorni aytdim. Ikkita kontur aytdilar, ikkita kontur. Mayli. Hop, Hasan Berdiyev. Men bilmaganman, teplый pol ishlangi 100 metr qilgandim. Nima qilsa bo'ladi? Demak endi 100 metr tashab qo'yganlar. Tashab qo'yganlar. Bitta konturga-da. Endi o'shani anaqa chala bo'lib qoldi, ismayapti yaxshi. Bosh. Endi uni joyini topish kerak, ana bir 160 metrda ko'rik. O'shani joyini topib turib, o'sha yerga akkuratniy qilib kontur yasab olish kerak. Mana bir yechimda sizga 100 metr bo'lsa, taxminan endi aniq qilishga qiynalasiz, qila olmaysiz, chunki usti yopilgan uni. Taxminan o'sha o'rtasi deb olsak, 50 metrmi, 45 metrmi, 60 metrmi qayerda bo'lsa ham bir joyini topib, o'sha devorga yaqinroq joylardan topib, o'shani teshib turib, podpitga olib borasiz alohida. Podpitga berilsa, ana o'shanda sal podpitga bilan obratgan olib ketish kerak. Borib kelish bo'ladi-da. Bitta boradi, bitta qaytaradi. Ana o'shanda muammoyingizga sal yechim bo'lishining ehtimoli bor. Akkuratniy qilsa bo'ladi, anaqa. Akkuratniy. Misol uchun agar mana polni teydan necha xona masalan bo'lishi mumkin? 4 ga 6 xona, to'g'rimi? Maylimda, necha xona bo'lsa. 4 ga 6 xona deylik. 5 ga 5 bo'ladi, 25 bo'lsa. O'sha joyi tak devori tegini ochiladi-da. Ishlangan joyini topib turib, izolyatsiya qilib turib, olib ketiladi. Unaqa qilsa bo'ladi. Keyin prosta plintus ustidan o'sha yo'q, plintus ustidan luchovoy sistemani haligi podacha obраткасы bor. O'shani olib borsa ham bo'ladi. U ham chiroyli narsa, fonni buzmaydi. Shkop orqasidan olib ketiladi. Shkop orqasidan nima? Prosta plintus ustida ikkita bir xil, bitta qizil, bitta ko'k palasani olib ketaverasiz. Shuna qilsa ham bo'ladi. Bu ham bitta yechim. Hurmatli kuzatuvchilar, Qur'on hayiti munosabati bilan aksiya e'lon qilyapmiz-da. Mana bunaqa solnechniy voda nagrevatel yo bo'lmasam mana Watson koteldan yo mana bu boilerdan sotib olsa, Qur'on hayitidan 2 kun oldin hali qur'a tashiymiz-da. O'shanda g'oliblarni e'lon qilamiz. G'oliblarga 35-40 kilolik chiroyli bitta qo'chqorni hadya qilamiz. Aksiyada qatnashaman deganlar qo'chqor deb yozib qo'yinglar. Sizlarga batafsil ma'lumotlarni jo'natib qo'yamiz. Galasoy berasan mayli bo'ptilar. Beramiz. Qo'rqyaptilar o'zi. Qattasiz. Kim ekan ismlari? Ya, ism anaqa yozilmagan. Beramiz Galasoy ham. Prosta endi ulgurmayapmiz-da. Yoqqa bu yoqqa qarab turishimiz kerak. 100 metr teplый pol tashadim degan kishiga yana keyingaliginaqa podskaska, yana bitta podskaska qilish mumkin bo'lgan narsa. Qilish mumkin bo'lgan narsa o'sha nasosni sal kuchlirog'ini qo'ysangiz, ko'proq suv haydaydigan bo'ladi. Yo bo'lmasa skorostli nasos bo'lsa, birinchi skorostda turgan bo'lsa, 2 yo 3-chi skorostga qo'ysangiz ham sal yechim bo'lishining ehtimoli bo'ladi. Rabakala, u kollektorda bo'ladi-da. Kollektor agar bo'lsa, chunki bir xilda kollektor ham qo'ymaganlar bo'lgan-ku. Kollektorni yonboshidan rabakalli haligi воздух сброс deydi avtomatik. O'shanaqa narsasini qo'yib qo'ysangiz yaxshiroq bo'ladi.
qo'yish kerak o'zi. Bekorga uni haligi ishlab chiqarmaydi odamlar. Qanaqa choy bu? Bu kardamonli choy. Anaqami? Qalampir munchoqni choy. Qalampir munchoqdan 2 dona soldim, 1 dona kardamon soldim. Keyin hali nima qora nima edi? Konturning katyoli bir kunda so'mli hajat qilyapti issiq suvga. Yaxshimi? 10 kub. Bo'ladimi? Yo'q. Yo'q. 1000 so'mli dot. 1 kub ekan. 1000 so'mli 1 kubda ya. 1 Ming kubda 1 kub. Xo'p. Necha kishiga? Yozing necha kishiga, Rustam aka. Ha. Bir kunda 10 kub. Necha kishiga yozyapti mana shu narsa? 1 kub. Kuniga 1 kub ekan-da, kuniga. Istimda hozir. Yo'q, 1000 so'm u hozir o'qidik-ku. Ha, 1000 so'm. 4 kishi ekan. 4 kishiga 1000 so'm. 1 kubga necha litr sotuvdi? Qanaqa sotilgan ekan? To'qontirli. Xo'p, Ha, to'qontirli deyapti-ku. to'qontirli. 1000 so'm. 1000 so'm. 30 kub. Xo'p, meni uyimdagi haligi eski Wayland bor-ku. Aytuvdim-a, haliginaqa HGTsida qaragandik. Bir oyda o'sha payt endi 450 so'm edi, 10.000 so'mlik ishlatyapman dedim. 10.000 so'm. Hozir bu 30 kunda 30 nima bo'ladi? 3 barobar ko'p ekan. Yo sal ko'proq ishlatyapsizlar, yo bizaniki sal yaxshi ishlamaganmi? Cho'tchigimiz. Cho'tchigimiz. Atak unda qaraganda 1 kub kuniga 1 kub 1000 so'm 4 kishiga issiq suv menimcha normalniy bo'lsa kerak. Aristonga solishtirsangiz ancha maza qotgan bo'lasiz. Ariston bo'lganda hozir tak 5-6 ming tutgan bo'lardi. Qancha? Ha, 4 kishi otdilar, hisoblab keladi. 8,5 ming ishlatasiz kamida. Ha, to'g'ri. 9,5 ku ana bo'ldi. kamida 8,5 ming kuniga ishlatgan bo'lardingiz. Elektr va nagrevatel bo'lganda. Zo'r savol beribdilar. Qani? Ko'p ekan. Bo'ldi, beraversin. Assalomu alaykum, xormanglar. Quyosh suv isitish qurilmasi faqat suv isitishdan boshqa yana qanday vazifalarni bajarish mumkin va agar bajarsa qurilmadan tashqari qancha summa bo'ladi? Qisqasi, qanday funksiyalarni bajaradi oladi va effekti qanday? Videoni Telegram sahifaga yuklab qo'ying, iltimos. Ko'ra olmasam kechroq kirib ko'raman. Bo'ldi. Ha, bo'ldi. Zapis bosib qolganmiz. Oldingi safar esdan chiqib qolibdi biz zapis bosish. Ha, bo'ldi. Xo'p. Bo'ldi, buni ko'rataman. Foydalansa bo'ladi masalan. Xo'p. Basseynga foydalanishyapti hozir. Napornilarni ko'p. Yana anaqaga ana ko'rdik saytda. Воздушный xonani isitib bo'ladi. Naporniy stерженli. Naporniy stерженli bo'lsa, shu haligina qilsa bo'ladi. Bu bez naporniyni ham o'zi отоплениyaga ishlatishni men ko'p xohlamayman deganim, bizani haligi qora ko'zli chidamaydi haligi. Bittasi savol o'tgan safar shuni gapirdik-ku. Falon joyda ko'rdim, отоплениyaga ishlatibdi deydi. Undan so'ragin san отоплениyaga ishlatganingda necha kvadrat metrda isitding? Xo'p, xonangni necha gradus edi desa haligi so'ramaganda, biz shu qiziq so'ragan edi. 17-18 gradus xonamiz issiqlik deyapti. Biz ham o'zbeklar unga ko'nmaydi. U 1 2 3-dan necha kvadrat metrda isityapsan desa 17-18 kvadrat metrda 20 kvadrat metrda isityapman. Bizanikilar endi hammasi o'zbeklarniki 100 200 300 kvadratli uylar bo'lsa, keyin hech kim haligi 17-18 gradusga chidamaydi, 25-30 bergin deydi. Agar shunaqasiga ko'naman desanglar, amallasa bo'ladi, lekin absolyutniy gazdan yo elektr energiyadan nezavisiy bo'laman degan fikr noto'g'riroq fikr deb hisoblayman. Chunki 3 kunga o'rtacha 3 kun quyoshsiz kun bo'ladi deb turib hisoblaymiz edi. Расчетni ko'pda oladi. Ustalar ham aksariyati 4 kun bo'lib qolsa-chi. Xohlasangiz, xohlamasangiz gazdan yo elektrdan yo ko'mirdan podpitka berish kerak bo'lib qoladi-da. Shuning uchun отопленияni yo bir boshqa narsani 100% nezavisiy qilaman deyish o'zi noto'g'ri. Lekin oshxona hammomga issiq suv bo'lsa, basseynni isitish bo'lsa, foydalanishyapti, qo'yishyapti.
o'tgan yiligidan ko'ra bu yilda mana hozir may oyi bo'lsa, shu may oyigacha tamojnada deklarant bir yigit bilan gaplashuvdik. 10 barobarga oshibdi mana shunaqa солнечный вода nagrevatillarni kirishi o'tgan yiliga nisbatan. Haligi deklarantlarni gapi. Talab bo'lyapti, shundan foyda bo'lyaptiki, odamlar shunga qilyapti-da, olyapti xarajat qilib. Foydalarini etdik. Turlarini etmadilar, so'ramadilar. Turlari Ishchilari effekt qanday bo'ladi deyaptilar? hop, effekti shu. Quyoshsiz Qancha summasi? hop, 200 litrlik bitta 200 litr yo'q, o'zi umuman boshlanishi 3 million 800 100 litrlik, 200 litrlik 5,5 million boshlanishi. Bez naporniy keyin haligi boshqaligi yo menga komfortniy haligi kompyuterlari bilan desa ular sekin qo'shilib boraveradi narxi. Uning uchun alohida baribir yo qo'ng'iroq qilib yo kelib shu yerda suhbatlashishimiz kerak bo'ladi. Talabingizdan kelib chiqadi-da, uni aniq narxi. Даже это ana ko'rdik-ku, xonani ham воздушный issiq bo'lar ekan nomimiz. Xitoyda shunaqa narsalar endi ularda anaqa foydalanish ko'p-da, qani qulaylik. De arzon ham ularda. O'zida chiqadi-yu. Shunaqa. Har xil variantlar qilib chiqishganda. Sterjinliyi qo'yib qo'yibdi. Bir 30 talik sterjinlikdan tomga qo'ygan. 50 tamida, 60 tamida terib tashuvda, rosa ko'pini terib qo'ygan. Taxminan diametri 250 bo'lgan vozdukhovod qilganda, izolyatsiyali. Endi haligi sterjinlar chiqib turibdi. Keyin havoni haydayapti-da, sterjin havoni isitadi, havo keyin o'sha производственный помещениyani isitishga ketyapti. Anaqa ekanda, mana hozir qilgan-ku, korzinkalarda nima deydi? Gashtinsalarda bor. Havo yuradigan, shaxtaga o'xshatib. Shaxta. Воздушный shaxta, Воздушный shaxta. O'sha воздушный shaxtada issiqlik haydaydi. Quyoshdan isganni havosini ichkariga haydaydi, to'g'ri? Shunaqa qilyapti-da, biz ko'ruvdik buni. Shunaqa yo'llari ham bor-da, bu texnologiyalar. Turlari endi o'sha biz bilganimiz shu. Balkim boshqa usullar ham bordir. Keyin haligi yodimizda qolgan haligi ko'proq talab bo'lgani yodda qoladi-da. Mana bunaqa yo'li ham bor, aytmanman, bir xilda kallaga ham kelib qoladi. Hozirgi kunda uyimda Ariston turibdi. Juda ko'p elektr rasxod qilyapti. Mana akalar. Qancha ekan u? Hozir badanaga aytilib qo'ymoqchiman. Yozlariga dastlabki bormi? 100 litrlik narxi necha pul? Ustanovkasi necha pul tushadi? 3 million 800 100 litrligi 1,5 million o'rtacha ustanovkasi. Yog'iga keyin joyiga qarab turib, yo sizni tanlashingizga qarab turib ko'proq kamroq truba ketadi, keyin nasos ketadi. Dastavkasi ham bor. Izolyatsiyalar, innovatsion materiallar ham barib ketadi unga. Joyiga qarab turib bo'ladi taxminan. Xo'p, 3 million 800 ga 1,5 millionni qo'shdik, 3 million 800. Aristonga necha pul to'layotganingizni ham yozib boring. Nechtali Ariston? Nechtali Ariston? Necha kishi, nechtali Ariston qo'shadi? 550 ming. 100 litrli Ariston ekan. Necha kishi, necha pul to'layapsiz? Mana eng arzonni hisoblaganimda 6 million 100 ga chiqib qolyapti-da. Eng arzon narsalarni eng kamini hisoblagan edi. 6 million. Mayli 8 million deyli. 8 million deyli. 8 million 100 200 litrliga hisobladik boya. Hozir yozyaptilarmi? Mana yozing. Necha pul to'layapsiz Aristonga, elektrga bir oyga? Necha kishi foydalanyapti 100 litrdan? Misol uchun 100 litrli ekanmi Ariston? 5-6 kishi foydalanish endi maksimalniy haligi bo'ladi. Kamroq bo'ladi. Menga ham oxirgi odam 5-6 odamga menga ham suv qolsin deb qo'ygan bo'lsa, 6 odam ishlata oladi. Bo'lmasa yo'q unga. Bo'lmasa quradi, 3 soat kutadi. 1 soat sigandan svet ketib qolmasa agar. Oyiga elektrga 300-400 ming ishlatyaptilar mana. Mana sizlarga anaqa akalar 400 ming oyiga 400 ming 400 ming bu anaqaga rasxodga qarabdi. Nima yana bo'lib yuboring endi akajonim mana. 8 millionni bo'ling. 8 million 100 chiquvdi. 100 mingga bo'ling mana mayda. Olamiz 350 ming o'rtasini olaylik, 350 ming. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Marhamat. Keling o'tiring. Keling. Ultrafiolet bormi debdi. Ultrafiolet smash bolalarda bo'ladi. So'rab ko'ring. Okan yaxshimi? Tinch. Kemayapti juda bozorga chiqib. Chiqib qolarlar, xudo xolasa.
Salomat bo'ling. Hop. Nechta bo'ldi? Xo'p, 23 oy. 23 oy. 23 oy. qilarkansiz, aka? 0 bo'ladi, ha. O'sha o'rtachasi 300 ming, 400 ming degdingiz, 350 mingga bo'ldik. Ha. Ko'l yoqamdan. Qishda 1 million. Voy. Ha. Aka qishga alohida hisoblang. Qishgina yo'q, qo'shib yuboramiz. Qanaqa? Bu qo'shamizni 2 ga bo'lamiz. 350 350 ga 1 millionni qo'shamiz, 2 ga bo'lamiz. Ha, bo'ldi. O'zi hisobladim. 350 ming qo'shamiz, 1 million 350 ming bo'ldi. Bo'lamiz 2 ga. Mana 675 ming. Hop, buni anaqa qiling endi. Buni endi 8 millionda million 8 millionni bo'lamiz 675 ming. Ana 12 oy. 1 yilda Rovna 1 yilda bo'lakansiz. 0 bo'lar ekan. Yonga qoladi, bo'lmagan. Rovna 1 yilda shu 200 litrligini hisobladik hozir biz. 1 million. Ha, u ko'rinmayapti. 100 litrlik emas edi-ku. 100 litrlik. 100 litrlik hisoblanadi. 5,5 million, 1,5 million, 50 dollar. 8 million o'rtachasi mana. 550 ming. Sal grubiroq hisobladik ancha. Tak, Shavkat aka, nima bo'ldi? Aka, qachon olasiz? Navoda qo'chqorli ham bo'lib qolishingiz mumkin. Ha, yog'i ham bor. Hisobda bor mana bu ham. Qo'chqor hisobida. Tak, assalomu alaykum. Tupli pol issiq suv ketadigan barcha santexnik materiallari qanchaga ketadi? 50 kvadrat domga. Tupli pol issiq suv ketadigan barcha santexnik materiallari qanchaga ketadi? 50 kvadrat hisoblab oringlar bolalar, domga. Xo'p, hozir hisobi chiqsa aytamiz. Alhamdulillah. Yo'q ekanmi? Ana. Ha, men bektopida ham bo'ladi. Shunaqa narsalar. Anaqagami? Ana filtr yoniga qo'yilgan narsami? Necha ekali? Necha ekachili bor-ku, satr olib kelib qo'ysak bo'lmaydimi? Lampasini olib kelsa-mi? Xitoydan zakaz berish kerak edi. Ultrafiolet. Shuncha zakaz qilsanglar. Yonida kelaveradi. Xudo xolisa. Aka 2000 lar mahsulot ketadi. Nima narsalar hisobladinglar? Ko'l, radiator, kollektor, ko'prik. Ko'prik turetskiga. 50 kvadrat metrga 2000 so'm hisoblashibdi. 2000 o'sha o'zida. Katyol, teplый pol, radiator, kollektorlar, teplый pol shlankasi turetskiy, shunaqa narsalarni hisoblashibdi. 2000 ketar ekan. Ismlari Jamshidmidi? Ismlari anaqa yozilmagan ekan. Bir kishi bilan gaplashganimda, boyagi Shavkat aka bilan aytibdi. Suv quyosh nurida isitib foydalanish dinimizda joiz emas deb aytishdi. Shunga nima deb ayta olasiz? Xo'p. Qani ana ko'lbamiz, shishamizni oling. Xo'p, olib uzat o'sha ko'lbani. Xo'p, bizning dinimizda quyoshda isigan suvda cho'milish, tahorat qilish, foydalanish makruh deyilgan. Mana bundan misol keltiraylik, mana bundan. Mana bu bakar krujka to'g'rimi? Chinni ichiga quyosh nuri tushadi. Deb biz icha olmaymiz quyosh turgandan keyin. Foydalana olmaymiz. Ichish emas, foydalana olmaymiz, to'g'ri? Mana. Mumkin. Telegramda qilayotganlar, Instagramda qilayotganlar. Endi mana bu mana ko'rayotgan bo'lsanglar, bu yoqqa qo'limni ko'rmayapsizlar, ko'rasizlar? Bu yoqqa quyosh tushmaydi. Mana bunaqa mana bu yoqqa yaltiroq. Fichkasini yoqdik-ku, qayerdan yoqiladi? Mana. Yoq qilsak mana. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mana quyosh tushayotgani yo'q mana. Ko'rasizmi? Quyosh nuri ham xuddi shunaqa narsa. Mana bularga ham ko'rsataylik. Ana. Quyosh nuri tushayotgani yo'q. Xuddi shunaqa narsa. Xo'p. Endi to'xtab turinglar. Buni ko'rsatib oldik, endi tushuntiramiz. Mana bu ustidagi bu qoplamasi, rangsiz. Mana bu ichidagisi. Bu fotoelektrический element. Bu mana bu narsa ustiga napleniya qilingan, sepilgan. Bu ham qanaqa nurni tortib olish uchun. O'zini texnologiyasida sepilgan, qizdirib sepilgan. Chala qolib ketdi. Ana napleniya qilingan deb aytdi. Mana endi u mumkin emas degan joyini yaxshilab o'qisanglar, suv turg'un bo'lishi kerak. Birinchisi, undan keyin oqish kerak emas. Undan keyin usti ochiq bo'lishi kerak, to'g'ridan to'g'ri quyosh tushishi kerak. Bunda ichidagi polbada suv aylanib turadi.
samotok sistemani bilasizlar, atapleniyada. O'shanga o'xshab turib, issigani tepaga intiladi, sovug'i pastga intiladi, buni ichida sirkulyatsiya bo'ladi. U bir. Keyin bu kolbani ichida usti yopiq. 2, 3-chi nur to'g'ridan to'g'ri tushmaydi. Shuning uchun xotirjam cho'milib, boshqa ishlar qilib, nima aqsinglar qilaverasizlar. Bo'ladi foydalansa, xudo xolisa. Endi agar anaqa qilayotgan bo'lsalar, nima deydi, bunga ishonmayotgan bo'lsalar, bosimlikdan qo'ysalar bo'ladi. Bosimlikni ham tushuntirib berasiz. Ha. Mana ramlaq tushuntirib berasiz bo'ladi. Ha, bosimlikni tushuntiradigan bo'lsak, mana sizga qo'yingiz bo'lmasa, qo'yingiz bo'lmasa, mana bosimli deymiz, aytaylik, mana bu sterjin bo'lsa, truba bo'lsa, trubaning ichidan mana bunaqa sterjin chiqib turadi. Mana sterjin chiqib turibdi. Trubaning ichida sterjin bor. Sterjin qiziydi. Mana bu kolbaning ichiga kiradi sterjin. Suv keyin haligi sterjin suvni qizdiradi-da. U ham qizdirmaydi. Bilasizmi, mana bu kolbadan chiqib kelayotgan sterjinni uchi kolbaning ichidagi anaqa gilzasi bo'ladi. Mana gilza bo'ladi. Gilza degan narsa mana bu narsa-da, xullas. Temirli narsani, misli narsa-da. Uni ichida kirib turadi. Bu suv ichida turadi, mana bu. Qo'shgan ichida turadi. Mana bitta o'tkazuvchanlik bo'lish uchun mis bilan anaqa o'sha o'zini anaqasi ba'zi turiladi, bir-biriga tok o'tish uchun, issiqlik o'tish uchun endi u umuman quyoshga aloqasi yo'q o'sha. Faqat nima qiziydi, bu yerda mana qiziydi, sterjin qiziydi. Bu uchidagi narsa mana bu uchidagi turibdi, o'sha suvni qizdiradi. Quyosh nuri tushmaydi unga. Qo'yingiz bo'lmasa, atak o'zi birinchi aytganimizda ham bo'ladi. Shunaqa. Bu bo'ldi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Men Rus 2 konturli gaz isitish qozonini olmoqchi edim. Ma'lumot bering, nech pul? Xo'p, necha kilovatli Rus? O'zi Rus olmoqchiman debdi. Rus necha kilovatli? Eng arzon aytsam $300 eng arzoni. Shu ko'rgan zotlik katta rahmat, xudo xolasa aloqaga chiqaman do'stlar. Tanish sog' bo'lsin. Foydamiz tegsa xursand bo'lamiz. 42 kilovat ekan. 42 kilovatli rul olmoqchi ekanlarmi? Xurram 42 kilovatli rulni narxini so'rashyapti. 300 ligini ekanda. Nima 300 lik? 300 lik ekanda shu. 42 kilovat 300 ligiga bo'lyapti. O'sha 300 ligiga. 300 ligini. 35 talik bor, 45 talik bor. Hop, ikkalasini. 35 taligimiz 475. Eshitmaydi. Xo'p, 35 talik rules 475 ekan. 45 taligimiz 550 ekan. 45 talik 555 ekan. Qachon kerak xudo xolasa? Aloqaga chiqaverasiz. Turlaring shu yerda bitdingni. Yo, hay deganda labbaydilaring. Shunaqa savollar. Hatto shuncha odam qarab turibdi. Xo'p, shunaqa. Yana nima, quyosh anaqasi bor edi. Hozir basseynni ham isitishyapti. Yaqinda aytdingiz-ku, qanaqadir joyi. Klinikanimi? Klinika. Qo'shni klinikasi. Klinika, o'shani bitta aytib bering. Xo'p, bizani yon qo'shnimiz Shonosir hoji akamlar chiqdilar, shu haligi klinikalari bor ularning. Klinikaga endi soatiga 150 litr 45 gradusli issiq suv kerak bo'ladi deb shunaqa talab bilan haligini qilishuvdi. Biz bolalarga keyin hisoblab beringlar dedim. Xudo xolasa hisoblab berishdi. Оборудованияni o'zi 4000 so'm bo'lar ekan. Undan tashqari keyin расходный materiallar, trubalar, izolatsionniy materiallar, nasos, keyin usta haqlari yana alohida bo'lar ekan. Bu endi o'sha ikki xil gibrid sistema qilamiz deyishdi. 5 ta 250 litrli mana bu ligidan qo'yiladi, bez naporniydan. Keyin 5 ta split sistemali naporniy qo'yiladi. 5 ta split sistema naporniysi pastiga 300 litrli mana bunaqa titanlari bor, o'shanga kunduz kuni boilerlari bor, o'sha kunduz kuni ishlab berib turadi. Endi kechasida ishlashiga mana bu bez naporniylar bak sifatida turar ekanda, kechasiga keyin bulardan olib ishlatilar ekan. Shunga o'sha bir-biriga svязь emasdi o'shanda? Qisman. Yo'q, qisman bo'ladi, liginaqa qo'yiladi orasiga. Nima deydi? Mashinada bo'ladi, termostat. Temperaturli termostat qo'yiladi.
falon temperaturaga yetganda keyin ikkinchi haliginaqa rezervuar ishga tushaveradi. Temperatura tushib ketdi deganda. Shunaqa. Ana ona bola anaqa olib bu anaqa. Banisi. Hop. Startdagi. Ha, Yerda ham qo'yilgan shunaqa. ana. Endi foydalanadi, sekin-sekin shuni qilish kerak. Mana bugun keldi haligi Moskvada ishlaganman dedi. Haliginaqada ishlaganman dedi. Ustami? Ha. Yo'q, ha. Hozir keldi haligi. Teplovoy nasos. Teplovoy nasosga, ha. Yozib qo'ydi. Ruski gaz qozoni ishlashi yaxshimi? Qanday maslahat berasiz? Nima ekan? O'sha rus gaz qozoni ishlashi yaxshimi? Qanaqa maslahat berasizmi? Xo'p, mashinani bori yaxshi, og'iri yengil qiladi, uzoqqa yaqin qiladi. Katyolli ham bori yaxshi. Juda arzon narsadan foydalanish o'ziga yarasha bir haliginaqa bo'ladi. Sharoitga qarab ishlataverasiz. Birov molini biza hech baho bera olmaymiz. Sotuvchimiz-da. Ham tadbirkor. Olib kelgan tadbirkor. Kimgadir o'sha narsa kerak, eng ko'p sotilayotgan katyollar o'shalar bo'ladi. Shuning uchun Endi maslahatim deb aytsangiz bo'ladi. Maslahatim servisini yaxshilab iloji bo'lsa qarindosh bo'lib oling. ha. Kimimizni Yo'q, boshqacha maslahat beraylik. Maslahatim, men o'zim uyimga qo'ygan nemetskilar bor. Nemetskilardan qo'yinglar, mazza qilib foydalaninglar. To'g'ri, endi hammani ham imkoni bo'lmaydi. Bu yil bo'lmasa keyingi yilni rejalash kerak-da. Hech bo'lmasa haligi bir 2 yilda yig'inib turib qo'ysa bo'ladi. Shunaqa. endi uni keyin ishlatgandan keyin sota olmaylar deb aytdim. Ha, shunaqa. Mayli, oka, maslahatimiz hali bizga quloq solib ish ko'rasiz deb yog'ga. Shunaqa. Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Moshina konser yoqib keldingizmi yo shunaqa keldingizmi? Yo chang tugilab keldingizmi qachon? Bugun Yandexda keldim. Bolalar minib ketdi mashinalar. Ha, mana. Mana shuni qidiryotgandim. Abduhalim degan yigit keldi, o'sha Moskvada ishlagan ekan. 2018-yil ishlab Izolyatsiya qilaq bo'larkan Moskvada izolyatsiyalar. izolyatsiyalarni bilmadim-u, shu bola teplovoy nasos ustasi ekan. Hozir o'zini o'shaligi Qashqadaryolik ekan. Menga kelib turib, bizga endi haligi iltimos qilgani, sizni aloqalaringiz bor, haliginaqa yasattirib bering dedi. Teplovoy nasosga boiler. 100 litrli boiler. Voyxidi eng kami 25 bo'lsin. Bo'lmasam 32-40 bo'lsa ham yaxshi bo'ladi. Qancha katta potok o'tkazsa, shuncha effektivnisi oshaverar ekanda. Xo'p dedim, surishtirib beraman. Dedim, o'sha boilerlarda ham baribir haligi ancha ishlar halik bo'lar ekanda. Nerjiveka ular nerjiveka yasaydi desam, mayli ustini oddiy temir qilib bersa ham mayli, haligi juda arzon, narx haligi baland bo'lib ketmasin deydi. Bo'ldi, ustiga 201 qo'ydiramiz, ichiga 304 qilamiz dedim. Bari sifatli narsa yaxshi-da. Ha, keyin haligi penasini ham aytdi. Penasini 5 santimetrli qilib bering deydi. Zo'r. Shunaqa. Ha, yaxshi. Teplovoy nasosli shunaqa ekan. Qo'yish kerak ekan. Xo'p, men bular nima deyaptilar bular? Bularga javob berdik-ku. Ha, bu shunaqami? Bo'ldi bular. Mana kimdir yozyapti yana. Yozyaptimi? Ha, yozinglar. Ular shunaqa gap. Qurbon hayitidan keyin quyosh orqali suv isitish qurilmasi narxi oshadimi? Yo'q. Biza haligi nima globalniy krizis bo'lyapti butun dunyoda. Hamma narsaning narxi tushyapti. Xudo xolisa tushadi degan umidimiz bor. Biz ham shu aniq qotuvdik-ku, chegirma qilganmiz. Ha, keyin aksiyalar e'lon qilganmiz. Haligi oldindan pul to'lasangiz 50% ni to'laysiz. Shunda здравствуйте. Katli qaraytlarmi yigitlar? Самый дешевый $300 bo'ladi. 18 киловатт, да, маленький? 20 kilowatt. Что за фирма? Emmi. Ularga narxlarni katyollarni aytinglar. Mana brat. Qani qurram. Вот ребята продавцы, они знают. Eng arzon katyol. Имя китайского хороший. Xo'p. Nima haqida gaplashyotgandik?
Ayollarni buzib oldi. Еще тут говоришь, что сучка. Narxi qurboq. Ha, aksiya qilyapmiz. O'sha 50% shartnoma asosida to'laysiz. 45 ish kuni ichida olib kelib beramiz. To'laganingizdan keyin mol qolganini to'lagandan keyin mol olib ketaverasiz. 370 bo'ladi bu. Hozir shunaqa ko'pchilik qiynalayotgani uchun to'la olmayapmiz, bo'lsa olardim deydi. Shunaqa qilib narxlarni tushirish yo'llarini qildik. Bu 200 litrli bez naporniy haqida gap ketyapti. Do'kon qayerda yozgan ekanlar, yozmagan. Hop. Sodda tushuntiradi do'konni. Do'kon so'raganlar. Boshqa joy. Dombirobod gipermarket. 2-etaj, 4-5 do'kon. Qayerda u gipermarket degan savol. Hop. Sobir Rahim metrodan hozirgi Olmazor Metro. metrodan chiqqanda 10 qo'linglarda 5 qavatli gipermarket Dombirobod deb yozib qo'ygan. O'shani 2-qavati 4-5 do'kon. 2-qavat 4-5 do'kon. Shunaqa. Qurbon hayitiga qancha qoldi xolos? Xo'p, 4-iyunda bo'lsa, bugun 18 bo'lsa, 12, 16, 17 kun qolibdi-da. Xolos. Xudo xolos. Xo'p, bo'lmasam sekin nima qilamiz? Keyingi safar keyingi safar Xudo xolisi ko'rishamiz. Xudo xolisi taninglar sog' bo'lsin. Foydamiz tegsa xursand bo'lamiz. Xo'p, nomerlar mana shu nomerlar. 822 07 07 93lik. Telegramdan savolinglar bo'lsa yozsanglar bo'ladi. Yo'q, telefon qilaman desanglar telefon qilinglar. Jonli muloqot ham qilaveramiz. Shunaqa foydamiz tegsa hamisha marhamat. Alisher aka, Yo'ldoshев, assalomu alaykum. Quyosh kollektori o'rnatish qancha tushadi? Naporli 200 litrli. Xo'p, joyidan o'z narx kelib chiqadi-yu, o'rtachasi shu 1,5 million deb. Nima aytasiz? Anaqani? Ish haqini aytyapman. Naporlini 200 litrli so'rabdilar-ku. Ha, yo'q. Narxi. Men ish haqini aytdim. Ish haqi. Naporni 200 litrli o'zini narxi poddavleniем 7 million 610 8 million 810 ming ekan. 8 million 810 ming 200 litrli. Sizlarga Telegram bormi? Narxlar bilan tanishsayapti. Bor Telegramda. Mana shu bioni, Instagram bioni, bioda bor silkasi, Telegram kanal. Shu yerga o'tsanglar, shu yerdan tashib beramiz. Lekin narxlar ham bor. Savolingiz bo'lsa, keyingi safar Xudo xolisi ko'rishamiz yana. O'zi bir kunni tayin qilib bo'ladi, ya'ni haftani qaysidir kuni soatida bemalol gaplashardik. Sog' bo'linglar, rahmat. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar.